Odam ta'bini xira qiladigan bu tasvirlar Marg'ilon shahridagi mahalliy aholi kombinat bozor deb ataydigan savdo joyi yaqinida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasining xunuk ko'rinishi. Ushbu yo'l transport hodisasi 4 avtomashina ishtirokida sodir bo'lgan. Bemorlarning holati haqida ma'lumot olish uchun esa biz tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli shifoxonada bo'ldik. Bizga bemorlar 12:45 dan boshlab tushishni boshladi. Yo'l transport hodisasi natijasida jarohat olgan bemorlarni qabul qilishni boshladik. Bir yo'li 8 ta bemor murojaat qilib keldi. Har xil transportda 2 ta tez yordam mashinasida, yo'lovchi mashinalarida yetib keldi. Darholda biz o'sha qabul emergency department bo'limi bor. Shu yerda yordam berishni boshladik. Yo'l transport hodisasi oqibatida jabr ko'rgan bemorlarning 5 nafari ayni vaqtda shifoxonada davolanmoqda. Uy sharoitiga ruxsat berilganlari ham bor ular orasida. 3 ta o'rta holatda og'irlikdagi bemorlar kasalxonaga yotqizildi. Yengilroq bo'lgan bemorlar yashash joyiga jo'natiladi. Ular jo'natdik. Farg'ona shahriga birinchi yordam ko'rsatildi. Ularga hammasiga tekshiruvlardan o'tkazildi. Bitta bemorni Yozyovon politravma qo'shaloq tan jarohati bo'limi deyiladi. O'sha joyga jo'natdik. Jiddiyroq lat yegani uchun orqa murtqasidan. Bitta kichkina qizchamiz bemorimiz og'ir ahvolda jonlantirish bo'limimizda o'zimizni endi asosiy tashxisi o'sha bosh miya moddasini lat yegishi. Hozir hushida emas bemorimiz, miya komasida. Jonlantirish bo'limida hayot uchun kurashayotgan qizaloqning onasi bilan ham suhbatlashdik. Qizimni bozorga olib ketayotgandim. Biz Eshitaydan bitta Damasga chiqdik. Eshitayda o'tirishni yaxshi ko'rar edi. Eshitayda o'tiraman deb yig'ladi. Yig'ladi, "Yo'q, eshikda o'tsa tushib ketasan qizim" dedim. Desam, "Ayo, o'tir" dedi. Shappa oldiga o'tib ketib qoldi oqlab. Shopirda orqasiga o'tib, suyanib yotganini eslayman, boshqa hech nimani eslolmayman. Rul boshqaruvida kichik e'tiborsizlik ko'rib turganingizdek, katta ko'ngilsizliklarga sabab bo'ladi. Majoqlanib temir uyumga aylanib qolgan bir emas, 4 avtomashina topiladi, ammo uning ichidagi odamlar salomatligiga yetkazilgan shikast. Yashab qolish uchun kurashayotgan norasida go'dakning hayotini hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotda holat birgina Damas avtomashinasining yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi oqibatida sodir bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan joy bozor hududi bo'lgani bois bu yerda avtomashina harakati ko'p. Shu o'rinda bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. 2024-yilda ayni ushbu chorrahada harakat xavfsizligini ta'minlash, bozorga kirish yo'lidagi tirbandliklarni oldini olish maqsadida sinov tariqasida temir to'siqlar o'rnatilgandi. Ammo manzilga nari borsa 300-400 metr masofadagi keyingi chorrahadan qaytishga eringan ayrim haydovchilarning, to'g'rirog'i yo'nalishda harakatlanadigan Damas avtomashinalari egalarining e'tirozlari va bu e'tirozlarni qo'llab-quvvatlagan ijtimoiy tarmoq faollarining temir to'siqlarni olib tashlash bo'yicha bildirgan turli fikrlari sabab chorraha qayta ochilgan. Ozgina vaqtni qadrlash va shoshma-shosharlikning xunuk bu oqibati balki endi harakat ishtirokchilarini hushyorligini oshirar. Ayni vaqtda holat yuzasidan Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Biz esa jabrlanganlar, xususan jonlantirish bo'limida hayot uchun kurashayotgan qizaloqni tezroq sog'ayib, ota-onasi bag'riga qaytishini tilab qolamiz.